Assalomu alaykum amaga. Mana bugun takroriy ekinlarni sifatli qilib ekish uchun Hindistonda ishlab chiqarilgan 3 metrlik diska baranalarimizdan biri Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumaniga sotildi. Mana hozir dastlabki qilish jarayonida biza mashinaga o'rtib mana chiqarib yuboryapmiz. Bu agregatimizni bilgan biladi, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Asosan takroriy ekinlar uchun g'alladan bo'shagan dalalarni ekishga tayyorlashga juda qo'l keladi. Ish samaradorligi juda yuqori. G'alladan bo'shagan dalalarni shudgorlab ekishdan ko'ra diska baranada ishlov berib ekishga 60% yo'qilg'i va sarf xarajatlari qisqaradi. Tanlov o'zingizda do'stlar, har xil razmerlari bor. Kimga shunaqa diska